Baribir uni ham qayirib teradi-ku, to'g'rimi? 20-30 santimetr. Yo'q, bu qayriladigan usul emas. Ayoq taka istirmang qo'yamiz buni. Endi 2,5 metr ushlasak 80% yerdan tera olasiz. Tepani toza ushlaysiz. Endi buni daftar uchkada men yana chizib beraman. Xullas, tasavvur qiling, daraxt 2,5 metr, mana shunaqa shoxli bo'lishi kerak. Mevalar mana shunday bo'lishi kerak. Mana shularni o'zini qaytarib, uzun qo'yib, keraklisini qo'yib ishlatib turasizlar. Hozir shuni chiqsa, chiqarib olsak bo'ladimi shu yerda? Takda shu. Shuni kesganmiz, chiqardi. Yo'q, kesmasa chiqmaydi. Chiqadi, faqat vaqt ketadi. Mana KGBda 7-8 yoshdan keyin o'zi beradi. 7-8 yoshgacha KGB turadi. Bu yana gibrid, yarimi unaqa, yarimi unaqa bo'ladi. Lekin bu o'rtani ochganingizdan keyin buni men KGB deyapman. KGB duosi unga qarab ham bormagan. Biz o'rtasini shu pishirish maqsadimiz shu. Endi imino KGB bo'lmasa ham biz mana shu o'rtani quyosh tegirib ana u bilan. Ana bitta gap bor edi-ku, yo'lbars teri bo'lib alayib. O'shanga tikka bo'lib qolgan edi. Ha. Shuni ham hisobga olish.